Voy pismiq, bugun tug'ilgan kuning ekan, bir og'iz aytmaysan-a, o'rtoq? Hoy, o'rtoq, qanaqa tug'ilgan kun? Oktyabrda tug'ilganman. Ha, unda to'yinglar bo'lgan kunmidi? Gadavshina? Qanaqa gadavshina? O'zi zo'rg'a gapiryapman. Hozir больницada yotibman. Yo'q, hozirgina eringni ko'rdim. Qo'lida gul, qimmat taqinchoqlar olganiga senga olganmi deb o'ylabman. Nima? Больницadaman degin. O'zi hamma erkaklar bir go'r. Sen ular uchun joningni berasan, sen kasal bo'lganingdan keyin darrov shunaqa boshqasini topib oladi. Xafa bo'lma o'rtoq, yurib qaytib keladi-de. Yaxshi bo'lib qoldingmi, onajonisi? Xotin, uyda sen yo'qsan, o'g'ling rosa bilinyapti. Qara, sen yoqtirgan mevalarni olib keldim. Mandarin, olma. Bu nima qilganing? Sizga hayotimni bag'ishladim, ro'zg'oringizni pok saqladim, bor yo'g'ingizga chidadim, bolalaringizni katta qildim, ota-onangizga qaradim. Boshim yostiqqa tekkanda darrov boshqasini topib oldingizmi? Nomard! Yo, sen Allo, yaxshi bo'lib qoldingmi qizim? Tashvishlar bilan bo'lib bugun tug'ilgan kunimligam esimdan chiqib qopti. Baraka topsin kuyovim, chiroyli gul, qimmat taqinchoq bilan yo'qlab ketdi. Senga kuyov tanlashda adashmaganimdan juda ham xursandman. Baxtli bo'linglar ilohim. Jahl ustida gapirgan gaplarim sizni xafa qildi. yo'q. Seni gaplaring meni xafa qilmaydi. Shuncha yil yashab, birovlarning gapiga ishonib mendan shubhalanishing meni xafa qiladi.